Xaritadan qarasak, Yevropa va Afrika bir-biriga juda ham yaqin. Xo'sh, nega ularni bog'lab turadigan ko'prik yo'q? Haqiqatan ham ikki qit'a orasidagi eng qisqa masofa taxminan 14 kilometrni tashkil etadi. Lekin rostdan ham ko'prik qurilmagan. Gap shundaki, ko'prik qurilishi uchun Ispaniya va Marokash hukumatlari o'rtasidagi munosabatlar ideal darajada emas ekan. Buning ustiga Afrika va Yevrosiyo plitalari to'g'ridan-to'g'ri Gibraltar bo'g'ozi orqali o'tadi va ehtimoliy katta zilzilalar ko'prikka zarar yetkazishi mumkin. Shunday bo'lib qolsa ham, vayron bo'lishi mumkin bo'lgan ko'prik Gibraltar bo'g'ozi orqali o'tadigan kemalar qatnoviga xalaqit qilib, global savdoni to'xtatib qo'yar ekan. Britaniyaning Gibraltar ustidan, Ispaniyaning Ceuta va Melilla ustidan o'rnatgan nazorati tufayli Gibraltar suvlari aynan kimga tegishli ekanini aytish qiyin. Chunki Ispaniya ham, Marokash ham, Ceuta, Melilla hamda ularning atrofidagi suvlarga da'vogarlik qiladi. Britaniya esa bo'g'ozga shunchaki xalqaro suv sifatida qaraydi. Xullas, geografik chalkashliklari ko'p. Hamkasblarim Uncovered Geo kanalidan tarjima qilgan videoyim ma'qul kelgan bo'lsa, like va obuna orqali bildirib ketarsiz.